platani mana shunaqa injig'ini so'raganlarga mana shunaqa platalarimiz keldi, professional platalarimiz keldi. Mana. Xo'p. Platamiz şöyle Z 490 MCI deki. Hop, Type-C portlari ham bor. Mana DisplayPort, HDMI, USB uchlardan hamma narsasi bor. Bu endi qo'shimcha qo'yilgan. Bu narsasini olamiz. Bu narsa kerak emas narsa sizlarga. Hop, M2 slotlari ham bor. Hammasi bir xil ekanlar, faqat bitta minusi shu plankasi yo'q xolos. Tak, hamma yo'q ishlaydi, chotki. Toshi bilan birga sotamiz akalar. Buni toshi Celeron 5905 degan tosh ekan. G5905. Shunda toshni qo'yib, video kartani qo'yib ishlataverasizlar, xudo xolasa akalar. Narxi ham vashchi zo'r chiqqan akalar. Buni $72 dan berib olamiz. 5 dona bor, hozir kim kerak bo'lsa telefon qilaverasiz.